Toshkentimimizdagi obyektda hamma narsani o'lchadik. Mana 5 ta devordagi akoshlarga avvalgi holatda reshetka, bu devor ustiga jabra qilinadi. Mana qo'shni tomondagi devorga bu yoqda mana tapchanimiz, mana orqa tomonda tapchan turibdi. Buni atrofidagi огражденияsi bu holatda o'lchangan. Mana oshxona tomon. Bu tomonga ketishga yo'lakka kazirok. Mana hovli tomonga qaragan derazaga xuddi shunaqa skromniy minimalizmdagi bitta deraza reshetka bo'ladi. Ko'cha tomonda fasad, hovli oldi balkonga. Bu yuqoridagi balkonni shu bezopaslik uchun balandlik 1 o'g'irlik baryer qilamiz. Ko'cha tomonda bitta deraza, tepada ikkita deraza. Gulxona tomondagi deraza, bitta eshik, zinalarni o'lchadik. Bu ko'chadagi narsa. Ichki tomonda ham bitta kazirogimiz ko'chaga darvozani oldiga va ограждение. Kazirog razmerlarini oldik. Bu yoqda ikkita ichkariga darvozada o'ngdagi, chapdagi zinalarimizga baryer o'lchadik. Xudo xolasa anchagina bu yerda chalkash ko'rinadi, lekin o'zimiz tushunadigan darajada yozganmiz. Dogovorlarimizni yozib olamiz. Shuncha narsa o'lchab